Короче, zo'rmisizlar, jigarlar. Короче, bitta bola menga vizib tashladi. Ashi bilan o'ynab qo'yganman. Men uni ustidan bot deb kulayotganman. U vizib tashlagan uchun qo'yapman. Prosta kontent bo'lish uchun, sizlar uchun, jigarlar. Или bu o'yin eski o'yinim bo'ladi. Prosta oldin qolib ketuvdi, taxlanmagan video edi, shuning uchun taxlab qo'ydim. Endi shuncha mehnatim yerda qolmasin. Like, podpiskaga bosib qo'yinglar. Hali bundan ham zo'r videolar chiqaraman. Или har kun stream qilaman, stream boshlaganman. Go jigarlar. Like, obuna. Bomba. O'zingizlar ko'rasizlar, bu yoqqa undan shak bermagan, или shak bermay o'ynab, или yana granatalar otishgan, yana boshqa оружие olib chiqib o'ynayapti. Nima bu? Или mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. P90 olib chiqyapti-da, lekin ota olmayapti. Ana 3 ta shotda nerealni olib qo'ydi. U granata olib qo'yapti. Undan tashqari boshqa karyak, yana P90, AKM, yana nechta оружие olib chiqadi. Bu bola tushunmayman. Короче, men bu bolani tushunmadim. 22-3 bo'lgandan keyin o'sha o'yindan chiqib ketdi. Sizlarda ham shunday vaziyat bo'lganmi? Shunday bot odam sizlarga vizit tashlab, mana shunday qolib turgan vaziyatlar bo'lganmi? Menga juda ko'p bo'lgan. Buni bittasini video qilib chiqardim hozir. Agar yoqqan bo'lsa, like bos.